BYD'ni arzon joyiga kelganman. Bunaqa narxda, bunaqa uslubalarda hech qaysi bir BYD avtosaloni chiqazib bera olmaydi. Namanganda yangi ochilgan Aster Namangan BYD avtosalonida hozir Rustam boy sizlarga BYDni qanaqa shartlar bilan sotib olish kerakligi, eng qulay bo'lgan takliflarni hammasini o'zi chiqazib beradi. Keyin avtosalonga kelib, "Mana shu bolaga uchrasani, xudo xolasa mana shu bola o'zi zo'r variantlarda qilib beradi, bonuslari bilan xudo xolasa." Keyin bizni avtosalonimizning manzili ham Namangan shahar Do'stlik bozor Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Rustam boy, nima deysiz, videoni oxirigacha ko'rishsinmi? Albatta o'tkazib yubormay hammasini ko'ringlar. Hammasi rost va shaffof, boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi, hammasini sizlarga tushuntirib, batafsil, rasrochka, xullas yolg'on ishlatilmagan holatda videolarni sizlar uchun tayyorlaganmiz. Shuning uchun bitta mehnatimizni qadrlab like bosib keting. Rustam boy, hammani qiziqtirgan narsa mana shu Yuvanap gibrid avtomobiliga gibridi ham kelibdi buni. Gibridi ham keldi. Nalichida bor, muammo yo'q. Nalichida bor. Qancha to'lov bilan chiqadi? Xo'p, aka, yolg'on gapirmaymiz. $7000 bilan xudo xolasa, aka. Shunda sug'urtalari ham ichida bo'ladi. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Imtiyozli shartlar asosida chiqarib beramiz. Imtiyozli shartlar asosida chiqarib beramiz. Mashinani o'zlarining nomiga rasmiylashtirib beramiz. Ha, o'zlarining nomlariga bo'ladi. Hech qanaqa lizing emas. Yo'q, lizing emas. O'zlarining nomiga chiqadi, aka. Keyin bu agar tokda bo'ladigan bo'lsa, qancha yuradi tokda? Xo'p, tokda aka 401 zapas xodi, konditsioner, pechka, bu narsalar bilan 350 kilometr yurib beradi. Yolg'on emas, mana akalar fakt qilib sizlarga gapirdik. 350 kilometr konditsioner, pechkalarni ishlatib yuradigan bo'lsa-ni, shunaqa yetadi. Buni menga yoqqan tarafi aka, uyda 30 ming so'mga zaryadkasi to'ladi-da. 30 ming so'mga, ya'ni 350 kilometr yuradi. 300 ming so'm. Ko'chada примерно 50 ming so'mga to'ladi aka. 300 kilometrga zo'rda, 30 ming, 50 ming so'm bilan. Bu Yuvanapni ham pozitsiyasi bo'ladimi, Rustamboy? Ha, Yuvanapni ikki xil pozitsiyasi bo'ladi. Bu full pozitsiyasi, gibrid ham full bo'ladi aka. Rangiga ta'sir qilmadimi narxlari? Rangiga, puliga ta'sir qilmaydi. Keyin yana bitta savol bor-da. Haydab yurgan qanaqadir inomarkalari bordir yoki bir Chevroletdan Cobaltmi yo Nexia 1mi, 2mi, qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar sizlar olib qola olasizlarmi? Aka, yurib turgan mashina bo'lsa, xohlagan mashinalarni olib qolamiz. Ya'ni olib qolib, xudo xolasa yangi mashina chiqarib beraveramiz. Zo'r, trading xizmatlari ham mavjud. Mana shu Rustamboy o'zi qilib beradi hamma xizmatlarni, xudo xolasa. Keyin eng qizig'i sizlar borib ana bankka borib to'lovda, ochirutlarda kutib boshqa qilmaysizlar. Mana shu bola o'zingizlar bilan birga boradi, shunday ishinglarni xudo xolasa yarim soat 40 minutda bank ishini bitirib beradi. Imtiyozli shartlar asosida eng past foiz krediti necha foiz? Xo'p, aka, 3% dan boshlanadi. 3% dan boshlanadi. To'lovlarga qarab uzayib boraveradi, to'g'rimi? Bosh to'loviga qarab, muddatiga qarab aka, shartlar o'zgarib boraveradi. Bo'ldi. Tushunarli. Xullas, imtiyozli kreditlarni aytib o'tdik. Keyin yana bitta. Voy-vo, mana oppoq ayiqni ham olib kirib qo'yibsizlar-ku, ha, Rustamboy? Chempion aka, juda ko'pchilik yaxshi ko'radigan mashina. Bu gibridmi? Bu gibridi 110 talik deyishadi. Ya'ni zapas xodi 110 kilometr, plus benzinda harakatlanadi. Juda ko'pchilik o'ylaydi, rahmatulloh aka, birinchi 110 kilometr bu elektrda yuradi, u yog'iga benzinda yuradi. Unaqa emas. 60 tezlikdan o'tgandan keyin bu avtomatik benzinga o'tadi. U yog'ini o'zini zaryad qilib yuradi. Gibrid. Ya'ni zaryad tugab qolmaydi. Bu parallelniy gibrid demoqchisiz. Parallelniy gibrid. O'zini zaryad qilib yuradi. Hech qachon unaqa zaryad tugab qoldi, sraz benzin tugab qoldi. Agar zaryadi bo'lmaydigan bo'lsa, benzinda sraz zavat bo'ladi. O'zi yurib ketaveradi. Mabodo benzini bo'lmasa, elektrda ham yursa bo'laveradi. Qarang, buni hozir men eshitishim bo'yicha 20% boshlang'ich to'lov bilan ham imtiyozli shartlarda chiqartgan ekansizlar bunga. Ha, imtiyozli shartlarda. Shunda 20% tan narxi necha pul mashinaning? Tan narxi 374 million, 396 million. Ikki xil pozitsiyasi bor. Ikkita pozitsiyasi bor. Ya'ni 374 millionligi где-то 70 million oshiq bilan chiqargan. 80 million so'm atrof chiqadi aka. Imtiyozli shartlarda yaxshirog'ini, ya'ni ham pastrog'ini olaman deydigan odamlar uchun aka, ko'p emas, $10,000 bilan chiqarib beramiz. $10,000 zo'r chiqadi oylik to'lov. Zo'r chiqadi. Xudo xolasa u yoqqa bemalol to'lab ketishaveradi aka. Tushunarli. Bitta ko'rsatib o'taman salonlarni. Bunda ham hamma funksiyalari bor-da, to'g'rimi? Albatta, adaptивный курс контроль, полосу держатель, голосовой помощник, hamma narsasi bor. Abduf, abagrev, 360 kamera, hamma narsasi bor. Chempion mashinasiga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak, ha, Rustam? Aka, tuninglarni qarang, bodikitlar rosa yarashgan ekan. Bodikitlar. Saloni, orqa salon keng. Yumshoqligi realniy zo'r. Men o'zim ham buni haydab ko'rdim. To'g'risi, yumshoq mashina ekan. Tuninglarni qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa tuninglari bilan birgalikda chiqazib beramiz. Okalar, oq rangi, bu tarafda qora rangi. Qiziqqanlar bemalol kelib
Rustam boga uchrasan, ishinglarni bitkazib beradilar. Bitirib beramiz. Yuvanap ham bitta salonni ko'rsatdi. Yomon yoqdi menga lekin salon. Ichi keng aka. Bu elektrlik a bu? Bu to'liq elektrligi. Lekin keng ekan ichi. Ichlari keng. Trekker bilan sranvich qilgan okalar adashasizlar. Bu BYD bo'ladi. Lekin trekkerning narxidan ham arzon ekan. Trekkerdan ham arzon aka, 266 million so'm. 266 million so'mga naqd pulga trekker olmoqchi bo'lgan okalarga zo'r variant lekin. Juda zo'r. Xolasalar gibrid, xolasalar elektr. Ikkitasining ham narxi bir xil ekan-a shunda. 266 million 700 ming. Gibridni ham, elektrni ham narxi bir xil. Narxiga ta'sir qilmagan. Orqasi buni ham takoy qilib tuninglar qilib qo'yibsizlar. Ha, bu jigitlarni toqib bunga ham tuning qilib qo'ydi. Buni ham hamma rangi bor. Rangi bor. Aka, ishoning, uspet qila olmayapmiz. Mashina yetkazib bo'lmayapti. Ya, ko'rdim. Ko'p ishlarni ketyapti. Hozir o'shaning uchun men seni bu yerda 2 soat kutdim bo'shashingni klientlardan. Bu ham sotilgan aka. Ha, ujus sotilgan. Sotilgan. Sotilgan mashinaga anaqa sotilgan. Mana bu ham sotilgan. Mana bu ham sotilgan, ili bu ham sotilgan aka. Bu ham sotilgan. Bu chempionni Mokri deydimi? Qanaqa seri deydimi? Mokri. Mana bu rang ham juda chiroyli turadi. Da. Mana bu ham sotilgan. Okalar, buni ham tuning qilganmiz. E'tibor berasiz tuningga. Hammasi bor. Bu digitlar yomon chiroyli turar ekan Chazorga ham tuning. Boshlarni boshqacha ochar ekan aka. Bu Chazorni bizda ham hozir ikkita pozitsiyasi bor. 284 million, 301 millionligi bor. Ikkalasini ham aka, zatkanda legotniy variantlar. Juda qulay variantlarda, shartlarda chiqarib bera olaman. Ikkinchi pozitsiyasiga rastrochkamiz bor. 2 yilgacha bemalol o'zini ta'minlashini qancha to'lov eng kam rastrochkada bo'ladi? Eng kam rastrochka aka 30% dan boshlanadi. Ha, 30% ni to'lov bo'lsa, ya'ni 80-90 million atrofida bo'ladi. 90 million so'm atrof, yo'g'i chiqaveradi mashina. Chiqaveradi. Rastrochka qilib oyma-oy bo'lib to'lashga. Lekin yana bitta savolda, rastrochka bo'ladigan bo'lsa, bu lizingmi yoki o'zlarining nomlariga chiqadi? O'zlarining nomlariga chiqadi, xohlagan nomerlarni toqishadi. Ha, o'zlarining nomlariga chiqadi. Okalar, Chazor so'raganlarga zo'r variant. Mana sizlar uchun o'zingizning nomingizga chiqadi, rastrochka qilib. Keyin servis kafolatini ham aytgan, endi ofitsialniy dillerdaman hozir. To'g'risini aytaman, Aster ofitsialniy diller. Endi nima deydi? Buni servis xizmati, zapchast masalasi yo BYD'si borlar ham servisimizdan kelib foydalansa bo'ladimi? Bemalol. Aka, BYD'ni agar masalan mabodo bizdan sotib oladigan bo'lsangiz, O'zbekiston bo'yicha xohlagan rasmiy avtosalonda xizmat ko'rsatilsa, mashina garantiyadan chiqib ketmaydi. Garantiya. Bemalol ko'rsataveradi. Garantiyalarga kelsak, akkumulyatoriga 8 yil 120 kilometrgacha garantiya beriladi. Ходовой chassini o'ziga 4 yil 120 ming kilometr, mashinani общий o'ziga 6 yil 150 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Okalar, rasmiy kafolati bilan sizlarga mana shu mashinalarni chiqazib beramiz. Avtosalon tanlashda adashmani. Aster har doim mana bitta ko'rsatib o'taman. Rasmiy diller. Bu Asterda okalar juda ko'p brendlar bor. Ya'ni men bilganim 36 ta avtosaloni bor. Rasmiy diller, O'zbekistonning eng yirik diller desa ham adashmagan bo'laman. Albatta. Chunki eng birinchi qulay takliflar hammadan chiqishdan oldin birinchi bo'lib bizda chiqadi. Eng qulay bo'lgan takliflar. Keyin boshqalarda deydi-ku, xuddi shunaqa deganda oldinroq nasiya savdolarimiz ham bor edi. Hozir vaqtinchalik yopilgan nasiya savdo so'raganligi, lekin rastrochkalarimiz mavjud. Rastrochkalardan muammo yo'q. Lekin kredit foizlari ham aytib o'tganimizda 3% dan boshlanadi. Shunaqa Rustam? Shunaqa aka, hammasiga shunaqa. O'zaro kelishuv asosida o'sha nasiya savdolar siz aytgandek vaqtinchalik hozircha bek aka. Naqdi bank orqali chiroyli qilib, yaxshi shartlarda odamlarga yoqadigan holatda qilib chiqarib beramiz. Eng qizig'i xizmat, o'ta kurtoy xizmat. Men bemalol gapira olaman, chunki Asterda xizmat hamisha zo'r bo'lgan. Bank o'zlari olib borishadi, hamma xizmatlarni qilishadi, klientlarni короче kassagacha ochirib turishmadi, to'g'rimi Rustam? Men o'zim boraman bankka, klientlarda уже hamma narsalari menda. O'zim borib, mashinani shu yerdan chiqarib olguncha o'zim oldilarda bo'laman. Nima Rustam, biz sizga ishonamiz. Sizdan chiqib ketgan klient bilinki orqasidan 4 ta klient olib kelgan. Bundan oldin siz Jeturda ishlagansiz, men bilaman. Sizdan bitta klient boshlagandan keyin orqasidan aniq qarindosh urug'larni olib keladi. Chunki bemalol nima deydi? Siz mashinaga ishonmasangiz ham mana shu bolaga ishonsangiz bo'ladi deydi-ku. Reklama tiqib o'tib ketdi Rustamboy. Xullas, Sil 6 yangi kuzov aka, juda zo'r ekan. 2000 kilometr yurar ekan. Yo'q, 2000 kilometr yurar ekan. Bu elektr o'zidami shunday yo'q? Bu gibrid. 120 kilometr zapas xodi. Qolgani benzinda aralash anunda yuradi. Eng qizig'i rahmatulloh aka 2,5 ta rasxod qilar ekan.
2,5 litr. rasxod qiladi. 2,5 litr rasxod qiladi. 2,5 litr benzin rasxod qiladi, ey. Dasht ekan. Bitta zapravka qilingandan keyin qachon qilingani esdan chiqib ketadi. Bu ani 5 litrlik suv rasxod qilar ekanda 100 kilometrga narxida solishtiradigan bo'lsa. Okalar, BYD Seal 6. Bu yangi chiqqan menimcha bu model. Ha. Isitadi, sovutadi, massaj bo'ladi. Massaj bo'lmaydi. Abduf, abagrev, klimat kontrol, cruise hamma narsalari bor. Keyin okey, barda xolodilnik deganda realniy xolodilnik, bu muzlatib beradi. Mana yerdan shuni bosib, gradusini o'lchab olsanglar bo'ladi. Salonlari ham keng, besprovod muzlatni, head-up display, panorama tom, xullas hammasi bor bu mashinada. Orqa kengligi ham, Rustam, bu ancha keng ekan. Biznes klass ekan aka. Juda zo'r ekan. Orqa dizayn, bunga ham tuning qilib tashalganmi, Rustam bu? Bunga ham tuning qilingan. Yarashar ekanda aka. Yarashar ekan. Tuning qilgan saringiz mashina Sport moshinaga o'xshar ekan. Necha sekundda 100 ga chiqadi bular, Rustam? 5 sekundda. 5 sekundda 100 ga chiqadi. Zo'r okalar. Haqiqiy mana aytadi-yu, shundoq tursangiz, eshikni ochib ber deganda, shundoq ochib, yaxshi niyat qilib, shunaqa biznesmenlar bo'lish hammamizga nasib qilsin jigar deydi-yu. Bitta like bosib keting. Bitta narsa haliga olgandan keyin odam sal haliga qiladi, o'ylanadi. Shu shtrafga ko'p tushib qo'yaman. Bitta minus ayshi kerak, shtrafga tushib qolish ekan. Ehtiyot bo'lib yurish kerak, xolos aka. Ular Bilmay bitta qolar ekansiz. manzilni ham bitta tushuntirib bering, Rustam aka, keladigan odamlarga. Manzilimiz aka Namangan shahar yangi tashqariga chiqaylik bozordan shundoq. Promzona yo'liga yurganda, so'lim oshxonadan o'tgandan keyin Mana bu taraf Promzonani yo'li, bu taraf So'lim choyxonasidan shundoq o'tganingizda, mana yerda chorraha tagida BYD Aster rasmiy dilleri joylashgan. Bu mashinalar ham sotildimi? bular sotildi aka. Mana usini 1 soat bo'ldi bankdan o'tkazib keldim. Ha, buni ham o'tkazib keling. Pastda ikkita sotilib teganda, ichkaridagi 3 ta bilan 5 ta. Shunaqa. Okalar, ulgurib qolish kerak. Eng qulay bo'lgan takliflar faqat sizlar uchun Aster Namangan BYD avtosaloni chiqazib beradi. Avtosalonimizda hammani kutib qolamiz. Eng qulay bo'lgan shartlarda faqatgina Aster Namangan BYD avtosaloni chiqazib beradi. Avtosalon tanlashda adashmanglar. Mana shu Rustamboy o'ziga kelib uchrasani, Rustamboy sizlarga eng qulay bo'lgan variantlarda avtomobillarni chiqazib beradi. Yuvanab deysizmi yoki chempion deysizmi? Xullas hamma avtomobil nalichida mavjud. Ba'zi avtosalonlarga o'xshab, aka ozgina kutib turasiz degan narsa bizda yo'q. O'shaning uchun xohlagan rangingizni ham olib ketasiz. Oq, qora, xullas qiziq emas. Qanaqa mashina, qanaqa rangni olishingizni BYD bo'lsa bo'ldi. BYDni shu yer o'zida Xudo xolasa bitkazib beramiz. Yaxshi niyat qilib, mashina olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'yasiz. Rustamboy oxirgi narsa qolib ketdi. Mana shu Seal 6 oxirgi ko'rsatganimiz necha pul boshlang'ich to'lov bilan chiqadi? Xo'p, aka, boshlang'ich $8,000 dan boshlab chiqarib 8,000 $8,500 pul bilan kelishsa, bemalol olib chiqib ketishaveradi. Tan narxini ham aytib qo'yay aka. Tan narxi 364 million 400 ming so'm. Ko'pchilik hozir kommentariyada yozishi mumkin, Seal 6 narxini aytmadinglar. 364 million 400 ming so'm. Dollarda hisoblasak $60,000 ga boradi. $30,000. 60 ming desana, Rustam. $30,000 adashib ketdim aka. $30,000. $30,000. Xo'p, okalar hamma mashinalar ichida bor. Aytib o'tganimizdek, hammasi tuningi bilan Xudo xolasa sizlarni kutib turibdi. Bu videoni BYD olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga shundoq jo'natib qo'ysangiz, jimjit yotgan sizlarni Telegram gruppani bor, sinfdoshlar, oqibatlilar degan gruppalarga tashlab qo'ysangiz, sizni aynan foydangiz tegib qoladi.